Hürmetli Lider Meş Texnikası'nın kanalını kuzatuvchilar, do'stlar sog' mısılar? Ming bor uzr so'raymiz. 15 kun bo'ldi men o'zim videoga chiqolmay turibman. Turkiya safar bilan ketdim, ishlarim bilan. Xudo xolasa keldim. Kelgandan birinchi atadan ishim nima bo'ldi? Gün qarasam yonib yotibdi. Halkanov kerak, холодильник, konditsioner kerak. Zo'r narxda bo'lishi kerak, zo'r podarki bo'lishi kerak. Klientlar rozi bo'lishi kerak. Sami glавный klient roziligi. Xudo xolasa bugungi videoni ko'rsanglar, hamma do'konda bo'lib turgan aksiyalar bilan tanishtirib o'taman. Bugun 6-iyul. Xudo xolasa 10 kunlik aksiya qo'yib beraman sizlarga. 10 kun ichida kelib ulgurib olib qolinglar. Konditsionerlar ham zo'r sovg'alan qo'yganmiz, холодильникlar ham, avtomatik mashinalar ham hammasini bo'lib turgan aksiyalar bilan tanishtiramiz. Ish videoning oxirida o'tgan videoda kommentariya show qo'yganmiz. Shuni g'olibini aniqlaymiz. Ish video ham xudo xolasa zo'rindan kommentariya show sizlarga qo'yib beraman. Do'stlar qaranglar, yozdan nima kerak? Холодильник kerak, холодильник katta bo'lishi kerak, ichine ko'paz sig'ishi kerak, kompotlar sig'ishi kerak. Yoz o'zi doğrusu qattiq issiq kelib turibdi. Har yil shu ish sezonda холодильникlar narxi ko'tariladi. Biza shuni oldin olgan holda холодильникlardan ertaroq ko'proq tushirib qo'ydik. Потому что shu narx ko'tarilib ketgan vaqtidan bizda arzon tursin, aksiyalar bo'lib tursin-da. Hozir bizdan do'konga kelib turib, xohlagan lipoy bir холодильникni xarid etib olasiz. 5 milyondan baland bo'lganlardan chik sovg'alar qo'shib berilib turibdi. 5 milyondan arzondan chik sovg'alar qo'shib berilib turibdi. Bu aksiya realnimi? Video davomida hammasini tushuntirib o'tamiz. Bizlarga kelasiz. Volna холодильники bo'yi 2 metrdan baland, 2 metrdan baland. Narxini ko'rsit. 6 milyon 802, 5 milyon 800 ming so'm tushgan. Endi buni ichini kattaligini qaranglar. Ichi вообще katta. Endi ideal 8 milyon 302, 6 milyon 900 ming so'mga tushgan. Bizlarning videolarni e'tibor etib qarasanglar, hammasida narxi bilan chiqamiz. İlk kelgan vaqtimizda shu narxni biza beramiz. 100% shu videoda ko'rib ishonch yoqdimi? Keling, podarkilari bilan sizni rozi etib, uyingizga dostavka etib beramiz. Yine 6 milyon 8 milyon 302, 6 milyon 900 ming so'mga tushgan. Ferrari kompaniyaniki, Turetskiy brend. Atlant kompaniyamizniki 6 milyon 202, 5 milyon 400 ga tushgan. Daewoo 8 milyon 402, 7 milyon 500 ga tushgan. 5 tonlarimiz bor, 10 milyon so'm, 9 milyona tushgan, 8 milyona tushgan. 5 tonna assortimenti razmeri juda ko'p. Shuning uchun kelsangiz 800 model, 865 model. Xohlagan bir modelingizni skidka narxda beramiz. Bera kelsangiz 5 tonnikini shishali modellar ham kelgan. Pozis kompaniyamiz 6 milyon 302, 5 milyon 200 ga tushgan. 6 milyon 800lik Loretto 5 milyon 400 ming so'm. Yine Ferrari kompaniyamizniki 7 milyon 202, 6,5 milyon so'm. Volno 6 milyon 502, 5 milyon 700 ming so'm. Beston 7 milyonluk 5 milyon 900 ming so'm. Vestel 6 milyon 102, 8 milyon 102, 6 milyon 100, 2 milyon so'm skidkada. 400 turan narxi bilan aytib turibman. Har bir mahsulotning narxi va xudo xolasa kelsanglar 100% libo yeri bilan solishtiringlar. Hali podarkisi emas. Podarkisiz sotib turgan do'konlar bilan narxini solishtiringlar. Ularnikidan arzon, ilk qo'shimchasida podarkisi bor. Kelasiz lipoy birsin. Yana masalan geldiniz, o'zingiz yoqqan lipoy birsini tutasiz. Masalan, premium 5 milyondan baland bo'lgan dedik. Ferrari kompaniyaniki 7 milyon 202, 6,5 milyon so'mga tushgan. Xo'p, ichi katta. Nofrost sistemada ishlaydi. 3 yil garantiyasi bor. O'zbekiston bo'ylab servis xizmati bor. Qoraqalpog'iston Xorazm bo'yicha ochilmagandan dastavka etib beramiz. Endi o'ylanib turing. 7 milyon 202, 6,5 milyon so'mga tushgan. 700 ming so'm skidkada turibdi. 6,5 milyon so'm buni xarid etib olmasdan keyin sizga nima qo'shib beramiz? 4 milyon so'm qo'lingizga pul beramiz. 4 milyonluk magazindan yana bir холодильник xarid etib olishingiz mumkin. Morozinlik xarid etib olishingiz mumkin. Konditsioner xarid etib olishingiz mumkin. 4 milyon so'mdan bo'lgan mahsulot sizga mutlaqo tekin. Uka har safar 4 milyon qo'yasam bo'lganimi deb tursiz-ku? Hali bo'lmadi. 4 milyonning yonida Immer kompaniyani chelakli plisosini qo'shib bersam, parovoy utikini qo'shib bersam. To'g'ri eshitdinglar. Ham 4 milyon so'm pulni ayirib tashlaymiz. 6,5 milyon so'mdan sizga 4 milyonlik mahsulot bersak, sizga 2,5 milyona tushib turibdi. 2,5 milyona tushgandan ham endi o'zingiz ayirib olavering, mana bu plisos bilan parovoy utikni pulini. Endi o'ylab ko'ring, sizga 500 ming 600 ming so'mga tushib turibdi. Liboyeda podarkimiz ham, vajimiz ham, narximiz ham xudo xolasa javob bera olamiz. Assortiment desak, assortiment O'zbekistonda bor model bo'lsa, 99% xudo xolasa bizda bor. Xohlagan birsingizni kelasiz, xarid qilib olasiz. Hammasini podarkilari bilan beramiz. Yine Beston kompaniyamizniki 10 milyon 100, 8 milyon 100 ga tushgan. 9 milyon 900, 8 milyon 900 ga. Har bir холодильникning narxi nechun birsiniki qimmat, birsiniki arzon desangiz, yine bir de litr yozilib turibdi. Har bir холодильникning o'zining litri bor. Litridan kelib chiqib, katta obyemindan kelib chiqib, o'zi narxi belgilanadi. Yo'q, uka, men 4 milyon pulim ham kerakmidi? Beratman plisosing ham, inon ham kerakmidi desangiz sizga bir dana avio kompaniyaning original gaz plitasi, tapa nabori, plisosi, termopoti, qozoni.
Endi keyingi video, şu videoni kommentariya şovunam şu vaqtida qiziqimni aytib o'tib ketayim. Şu bizlarning shu videoni ko'rib turibmisiz? Demak, siz kommentariyadan tekina sovg'a yutib olishingiz mumkin. Buni shartini ichiga oladi. Shu videoga like bosasiz, shu videoni Telegramdan yo WhatsAppdan 10 dana do'stingizga tashiysiz. Da xohlaganingizchalik kommentariy yozasiz. O'tish, nechun o'tmay yuribman degan yurtdoshlarimiz ayting. O'tish imkoniyati qachon ko'p bo'ladi? Ko'p kommentariy yozsangiz, kommentariyaga nima qo'yib beramiz? 1 dana emas, 2 dana emas, 3 dana emas, 4 dana sovg'a qo'yib beramiz. Kazan nabor, pilisos, termopod, kazan. Keyingi videoda 3-4 dana kommentariyada taxminiy aniqlab 4 dana sovg'ani egalarini taqdim etamiz. Bepula. O'tirgan yeringizda uyingizda xaladinlik amidon bo'lsangiz, bu videoni do'stlarga tashab qo'ying. Do'stlaringiz olishi mumkin. Kommentariy yozib qo'ying. Siz kommentariyadan tekin sovg'a yutib olishingiz mumkin. Xudo xolasa xaladinliklarimizni tushuntirdim degan umiddaman, narxlarni tushuntirdim. Narxi aytaman desam, shu videoni o'zi 1 soat ketadi, chunki xaladinlik assortiment juda ko'p. Endi kir mashinalardan aksiya bo'lib turibdi. To'ychilar hozir endi kuz keladi deb oldindan tayyorgarlik etib o'tirganlar ko'p to'yadi. Kelasiz bizdan lipoy bir kir mashinani xarid etib olasiz. Birinchi uchortda narx bo'yicha javob. Avvalambor xudo Liboyer bilan solishtiring. Media kompaniyani 6 kiloliki 3 million 400 diki 2 million 800 ga tushgan. 2 million 800 ming so'm olsa no qo'shib beramiz. Bir dana 1,5 million so'mlik duxovkasi, bir dana tapanabori, bir dana Rulus kompaniyani original pilisosi, qutili bankilasi, bir dana parovoy stikli, bir dana termopoti, bir dana parovoy stikl utkini qo'shib beramiz. Demak, ishi ko'rib turgan hamma sovg'asi 2 million 800 mingning ichida. Doğru iştiyiz. 2 milyon 800 ming so'mga xarid etsangiz 1 milliondan ziyod bo'lgan pechkisi, 1 milliondan ziyod bo'lgan pilisosi, ishi jami 3 million so'mlik sovg'adir pishodi. Yo'q, mana bu sovg'alaring kerakmi dedingizmi? 2 million 800 likini olasizmi? 3 millionlikini, 3,5 millionlikini olasizmi? Size 3 million so'm pul beramiz. 3 million pula siz yanına ne olishingiz mumkin? Konditsioner olishingiz mumkin, katta televizor olishingiz mumkin. U sizning xohishingiz uchun. Endi qarang, hammasida birinchi arzon narx aytiladi. Qimmatini aytsak, ko'p odam qimmatchi degan tushuncha o'qilmasligi uchun arzon aytamiz. Lekin bizda qimmat kir mashinalar ham bor. Kelgan odamlar birinchi o'tirib 2 million 800 ga tutadi, to'g'ri. Lekin har bir mahsulot puluna yarasha bo'ladi. Siz 2 million 800 ming so'mlik vajdan 6 millionlik kir mashina sifatini kutmang, to'g'risini ayting, ochiq gap aytaman. Keldi, 2 million 800 ga ber deydi. To'yami desa, yo'q, uya deydi. Uya bo'lsa sal yaxshiroqini oling deymiz. Nechun yaxshiroqini oling? To'y ham o'z aslida yaxshiroqini olish kerak. Buni uyingiz, qizingiz ishlatadi borgandan keyin. Uyingizni olsangiz ham o'zingiz ishlatasiz. Shuning uchun biz tavsiya qilamizki, kir mashina olajakda ozgina pulini qaramang, yaxshiroqini oling. Chunki podarkalar bilan taksi arzon tushib turibdi. Gel. Yine Sevinch kompaniyamniki 3 million 600 ming so'mlik 3 million 100 ga tushgan. Sizga 3 millionlik sovg'a bersak, sovg'a kerakmi desangiz 3 million so'm pul beramiz. 3 million so'mlik xohlagan gaz plita olasizmi, vitichka olasizmi, televizor olasizmi, 3 million so'mga o'zingiz narsa xarid etib olishingiz mumkin bepul. 3 million 100 ga kir mashin, 3 millionlik podarka. Endi yaxshilarni o'tadigan bo'lsak, qimmatlarni. Yana bizda LG kir mashinlarimiz ham bor. LG'ning yana 9 kiloliki. LG'ning 9 kilolikining narxi hammada 6 million 200 ming so'm sotilib turibdi. Bizda 5,5 million so'm. Doğru işitiz. 9 kilolik LG 5,5 milyon so'm. 5,5 milyon so'mga LG kir mashinani xarid etib olganingizda, undan size 3 million so'mlik kupon shunday beriladi. 3 million so'mlik xohlasangiz shu podarkalar, xohlasangiz boshqa podarkalarni xarid etib olishingiz mumkin. O'zingiz xohlaganingizni. Yo 3 millionning üstüne pul qo'shib, yana bir LG kir mashin olaman desangiz, buni 5,5 million so'mga berib turibmiz. 3 millionning üstüne yana 2,5 million pul qo'shib, yana birdan avtomatni tekin olib ketishingiz mumkin. Shunda size bu avtomat necha so'mga tushib turibdi? 2,5 million so'mga tushib turibdi. Hoffman kompaniyamniki bayna. Qimmat kir mashinalar ham ko'rsataman shu videoda. 5 million 900 ga 5 million 400 ming so'mga tushgan. Hoffmanniki. Original mahsulot. Lumax kompaniyamniki bor. Mini оборот bo'ladi. Inverter motor, sistem parovoy, vash 6 kilolik tok saylamaydi. Original mahsulot. 5 million 400 diki 4 million 900 ming so'mga tushgan. Har xil modelimiz ko'p edi. Aytamiz desak, to'g'risida Bosch kompaniyamiki bor. Bosch'niki 6 million 800 diki 6 million 400 ga tushgan. 6 million 400 dikini olasizmi? 2 million 800 dikini olasizmi? 10 millionlikini olasizmi? Sizga shu 3 million so'mlik kupon shunday beriladi. 3 million so'mlik narsa xarid etib olasiz. Xohlasangiz ish podarkalarni qo'shib olasiz. Uning ichine yana nima giradi? Bilasizlar, 2 dana Gentra'ni g'olibini aniqladik. Hozirgi kunda yana 2 dana Gentra'miz qoldi. Ish oyini oxirida 1-avgust kuni 1 Gentra'ni, 1-sentyabr kuni 2 Gentra'ni o'ynaymiz. Siz o'zi mahsulot bizdan xarid etib oldingiz. Podarka qo'shib beramiz. Uyingizga olib borib dastavka qilib beramiz. Uyingizga olib borib, girib, ko'rsatib berib kelamiz. Undan tashqari sizga
Jentra o'tish imkoniyatini beramiz. Jentrani ham yana 2-3 oylab kutmaysiz. Har oyda bir jentra qo'yamiz. 4 dana jentra qo'ydik, ikkisini g'olibini aniqladik, 2 dana g'olib ham Beruniydan chiqdi. Endi xudo xolasa sizga chiqishi mumkin. Kelasiz, xohlagan bir kir mashinani, masalan, Midia 6,5 million, 5 million 900 tushdi. 5 million 900 xarid etib oldingiz, 3 millionlik podarkasini oldingiz, yanında jentraga biletini berdik, uyingizda dostavka qilib berdik. Undan keyin siz keyin oyning oxirida jentra o'tib olishingiz ham mumkin. Shu degandek, avtomatimizning assortimentini O'zbekistonda yo'q deb ayta olaman, qo'rqmang. Liboy bir magazinga kelsin, avtomatini assortiment sanasha olamiz. Chunki avtomatda tur juda ko'p. Hammasidan maksimal darajada etkab qo'yganmiz. LG deysizlarmi, Ziberg, Samsung, yana Samsunglarimiz ham bor. 6 kiloligi 4 million 900 diki, 4 million 400 ga tushgan. Bundan 3 million so'mlik kuponimiz bor. Demek, görüp turganınızda assortiment katta, kirmaşılardan aksiya bo'lib turibdi. 10 gün davom etadi bu aksiyamiz. Endi xudo xolasa sizga Balantda chiqib turib, Balantda konditsioner tizollarning narxlarini tushuntiraman, keyin kommentariya shou o'tgan videoni g'olibini aniqlaymiz xudo xolasa. Balantdan chiqib oldik. Endi Balantdagi assortimentlarni o'zingiz bir ko'rib baho beringlar. Televizorni xohlagan modelingizdan bor. Ko'rsak, do'konimizning uzunligi 70 metr. Endi tasavvur etishingiz uchun 70 metr yerdan chiqarli televizor bo'lishi mumkin. 43'likni o'zidan 50 ga yaqin assortiment bor. Bir umumli tizorning o'zidan 50 turi bor. 1.27'lik. Hammasini zo'r skidkada qo'yibmiz. Tizorlarda hozir narxi arzonlagan. Nechun arzonladi? Hozir sizon emas, lekin 1-2 oydan keyin tizorlar narxi ko'tarilib boraveradi. Hozir tizor olishim kerak, qachon bo'lsam deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, hozir oling, chunki narxi arzon. Kelasiz, 1 million 800 ni olasizmi? 2,5 million so'mlikni olasizmi? Birinchi cho'tda televizorni 4 xilga bo'linadi. Men tushuntirib o'tayim. Prostoy, Smart, Android, Webus. Bizde 4 talasinden ham mevcut. 1 million 800 ki Prostoy, adli abishni kanallarını göster. 2,5 million so'mliklarimiz Smart. Mesela 3 milyonluklarımız Android. Her bir mahsulatın özünü kaçıstıvası, özünü görünüşü var. Yine mesela sap aksavrak gösterdi. Birisi dım kızgış gösterdi. Bunu siz özünüz görüp, tellep, xarid qilishingiz mumkin. Birinchi cho'tda savdolasasiz, narxini kelishib bo'lgandan keyin sizga nima qo'shib beradi? Deysiz. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, kalkulyatorni olib ko'ring. 1 million 800 ni olsam, 2 millionlikni olsam, yanında 1 million so'mdan ziyod bo'lgan duxovkasi, tapa nabori, qozoni, grafin nabori, blenderi, krashteni qo'shib bersak, nima deydi? Ish sovg'alarimiz o'zim salkam 2 millionga borib qoladi. 2 millionga bormadi deylik. 1,5 milyon so'm bo'ldi shu podarkalar deylik. 1,5 milyon so'm size, 1,5 milyon so'mni 1 million 800 200 orasangiz, 1,5 million olib tashlasangiz 3 million chiqib turibdi. Endi 2 million 400 ming so'mlikni olsangiz, 1,5 millionlik podarkani qo'shib berganimizning hisobini sizga bu 900 ming so'mga tushib turibdi. Endi tizorni oladigan vaqtida o'ylayman, kelish kerak, olish kerak. Katta tizorlarimiz ham aksiyalarimiz bo'lib turibdi, kattalardan ko'rsatdik. Keyin konditsionerlarni ko'rsatamiz. Shu videoni aniqlab ko'rib konditsionerlarda zo'r aksiya bor. Bir de 1.27'lik. 1.27'likdan o'zidan ham 40 dan ko'p assortimentimiz bor. 4 million 300, 4 million 400, 4,5 million so'm, 5 million so'm, 5 million 200 ming so'm, 3 million 800 ming so'm. Turi juda ko'p, 1.27 santimetrlik. Bularni xarid etib olsangiz sizga 1 milliondan ziyod bo'lgan duxovka pechkasi, qozon nabori, Rulus kompaniyaning plisosi. Plisos 1 milliondan ziyod plisos. Zo'r. Blenderi, chayniki, tefali, ish sovg'alar. Bu sovg'alarning narxi 2,5 million so'mdan baland. 2,5 million so'mlik liboy mahsulot. Yo'q, bula kerakmi desiz, bir dana 43'lik tizor yana yanına qo'shib beramiz. To'g'ri eshitdingiz, 1.27'lik olib, yanında yana bir 43'lik olib ketishingiz mumkin. Bu yerda 55'liklarimiz bor. 65, 75, 85. Hozir videoni men o'zim hammasini tushuntirasam bor. Lekin YouTube platformasi shundaki, qisqa videoni ko'proq odam ulashib beradi. Video cho'zilgan sayi kamroq odam ko'radi. Shuning uchun qisqa va londalin vaqtingizni o'g'irlab qo'ymayin degan maqsadda qisqa tez tushuntirib turibman. Endi qarang, sizga faqatgina katta vaj olish kerakmi lider do'konidan desangiz, yanglishasiz. Sizdan bizadan liboy bir duxovka olasizmi? Duxovkaning boshlang'ich narxi 400 ming so'm. 400 ming so'mga duxovka olsangiz ham jentraga bilet beramiz. Ish oy oxirida jentrali bo'lishingiz mumkin. Yanında bir dana blenderi, bir dana grafin naboridan qo'shib beramiz. Xohlagan 400 ming so'mlik pechkingiz ham endi sifati ko'tarilib boraveradi. 500 ming, 1 million, 1,5 million. Endi inabida plisosni assortimentida qarang, do'stlar. Avalon deysizmi, Hitachi deysizmi, Imme, Zifler, Artel, Samsung, Hoffman, Beston, Ferri, xohlaganingiz bor. Ishoning
Siz no assortiment gerek deysiz plisosni ko'p yerini de bor deysizmi? Lidl Memeradin'da bor. Gelasiz 200'e yakın plisosumuz var. 100'e yakın mikrovolnovkalarimiz, duxovkalarimiz bor. Assortiment juda katta. Bular ham podarkilar bilan bir plisos olsam podarkisi Gentraga biletini beramiz. Endi hozir eng global novi issi. Ozgina videoni olib turibman, berilib turibman. Nima uchun? Gün yanib yotibdi. Yanib yotgan vaqtida xalqqa nima kerak? Konditsioner kerak. Konditsioner nechik bo'lishi kerak? Zo'r bo'lishi kerak, arzon bo'lishi kerak, podarkisi bo'lishi kerak, uyingizga olib borib o'rnatib berish kerak. To'g'rimi? U bizda bor. Gel. Birinchi uchotda kolonlik konditsionerlarni ko'rsating. Kolonlik konditsionerlarimizdan assortiment juda katta. Rulos deysizmi? Immel, Zifler, Citronic, Zifler, Avangard hamma turidan bor. Katta konditsioner olaman deyirlar ham, assortimentimiz qo'ldan kelganchalik bor. Endi 12lik, 24lik, 18lik konditsionerlar olsam ko'rsating. Hamma turidan ikkak ko'pmiz. Qarang. Grey 5 milyon 100, 4 milyon 600'e tushgan. Avalon 6,5 5 milyon 900. Monix 7,5 milyon 6 milyon 900. Bu 18'liki. Samsung 12'liki 6,5 milyon 5,5 milyon so'mga tushgan. Grey 4 milyon 600'e tushgan. Rulos 5 milyon 200'liki, RTL 6 milyon 300'liki, Ario 5,5 milyon so'mlik. Korotchi Goldstar 4 milyon so'm. Eng arzon konditsionerlarimiz 3 milyondan başlanadi. 3 milyondan başlab 10 milyon so'mga assortimenti bor. Siz kelganda biza birinchi navbatda sizdan kerak deb so'ramaymiz. Bizani bir fishkamiz, klientlar yaqadon tarafi konditsionerda birinchi so'raydigan narsamiz xonangiz necha kvadrat? Ko'chaga qaragan nechadan oynasi bor? Qishdan qizdirishi kerakmi? Yozda sovutishi kerakmi? Yo bo'g'ani yozda sovutsa bo'ladimi? degan savollarni beramiz. Shu savollardan kelib chiqib sizdan kerak konditsioner kerakligini biz o'zlarimiz analiz etamizda shunga to'g'ri keladiganini beramiz. Endi qarang, sizga zo'r taklif beraman. 4 milyon 600'likini olsangiz, 5 milyonlikini olsangiz, uyingizga olib borib berishimiz, ustanovka qilib berishimiz. Ustanovka o'zi 250 ming so'm, 300 ming so'm. Bizning hisobimizdan bo'ladi. Tekin bundan tashqari sizga Gentraga bilet beramiz. Shu oyning oxirida Gentra o'tib olishingiz mumkin. Eslatma uchun aytamiz, ikkinchi Gentramizni shu konditsioner xarid etib olgan odam o'tib oldi. Konditsioner oldim, tashab ketdim, Gentra o'tib oldim deb. Shu deganda siz konditsioner xarid etib olasiz, uyingizga olib borish, oyoq krashteni o'rnatib berishi mutlaqo besplatniy bizdan. Uni yanında sizga yana nima qo'shib beramiz? Bir dana duxovka pechkasi, bir dana qozon nabori, bir dana Samsung plisosi, miksировкасы, blenderi, qozoni, termopoti. Ishi ko'rib turgan sovg'angiz 3 milyon so'm. Nan ziyod, 3 milyon so'mdan ziyod. Yo'q uka, bu meda chidovajing kerakmidi menga degan yurtdoshlarimiz uchun 3 milyon so'mlik bo'lgan televizor tekana qo'shib beramiz. To'g'ri eshitdingiz. 4 milyonlikni asosan, 4,5 milyonlikni asosan 3 milyonlik televizor qo'shib beramiz, yo bo'lmasa ish sovg'alarni qo'shib beramiz. Undan tashqari uyingizga olib borib beramiz. Krashtenini qo'shib beramiz, ustanovkasini qilib beramiz, garantiyasini 40 kun sinov muddat beramiz. Qattiq qishda ishlashini, qattiq yozda ishlashini hammasini garantiya qo'yib beramiz. Bu degani borib konditsioneringiz 40 kun ichida zavodskiy defekt bo'lsa, brak bo'lsa, bizning servislarimiz borib ko'radi, haqiqatda brak bo'lsa almashtirib ham beramiz. Shuning uchun konditsioner olaman desangiz, assortiment juda katta do'stlar, juda katta. Yana tanlab ko'rib olasiz. Bizlar birinchi chotda xalqning ishonchi. Sizlar bizlarga ishonib turib, kelib xarid etganlaringiz uchun biz shunchalik mahsulotni to'ldirib qo'yibmiz. Chunki bu savdo bo'lmasa menchalik durmaydi. Savdomiz borki, savdomiz zo'rki, sizlar kelib bizlardan xarid etib turibsizlar, sizlarga rahmat. Shuni hisobına bize güllab yashnab, filiallarni ochib yotibmiz, yana ko'rib turibsizlar. Hammasi avvalolloh sizlar ham sababchisizlar bizlarga kelib ishonib xarid etganlaringiz uchun. Endi yoz oyida kulli apparatlarni ham aytib o'tib ketdik. Kulli apparatlarimizda bo'lgani 4 tanasimi? Yo'q, 4 tanasi emas. Yana beda yanada assortimentlarimiz juda ko'p. Bularimizni kesanglar, chiroyli narxda Gentraga bileti bilan beramiz. Keyin pol avtomat kir yuvish mashinalarimizdan 40 ga yaqin turi bor. Endi video cho'zilib ketmasin, shuni tushuntirib keting. Ular ham 1 millionlikni olasizmi, 1,5 millionlikni olasizmi? Pol avtomatni bir dana plisos qo'shib beramiz. Endi gaz filtrdan shu momentda tushuntirib keting. Issi jallabondan konditsionerlar o'sib ketmayapti, ventilatorlarni qo'shib turibmiz. Настольный gaz filtrlarimizdan assortiment juda katta. Bizda zo'r aksiya bo'lib turibdi. Настольный gaz filtr xarid etib olgan odamlar vitichkasini shundaylar qo'shib beribmiz. Kelasiz. 1 milyonlikni olasizmi? 1 milyon 200 ming so'mlikni olasizmi? 800 ming so'mlikni olasizmi? Ustundagi biri o'zi bilan
qiymati почти 1 bo'lgan mahsulotni tekina qo'shib beramiz. 1+1. Endi esa 4 ko'zli gaz filtrlarida assortiment juda ko'p. Enerji deysizmi, Ferri deysizmi, yine assortiment. Bir ko'rsin. Xohlagan assortimentni sizlar. Xohlagan turingizdan to'p bera olamiz. 4 ko'zli gaz filtr deysizmi, 5 ko'zli gaz filtr. Libo birsini xarid etib olasiz. Yanında tapa naborundan 3 qozon naborini qo'shib beramiz. Undan tashqari vitichkasini qo'shib beramiz. Uyingizga dostavka qilib o'rnatib berib kelamiz, xudo xolasa. Endi o'rnatgandan keyin siz ochib tekshirib ko'rsatib berib kelish ichida. Keyin endi to'qli pechka olaman deb, gazdan olaman degan yurtdoshlarimiz uchun ham bularni ham aytib ko'pmiz. Gapni qisqasi, assortimentni zo'ri kerakmi sizga? Mahsulotlarni ko'rib chitlab olaman deysizmi? Vishkin yanında lider magazinimiz hammasini taklif etib qolamiz. Azangi 9 dan kechki 7 ga дейін magazinimiz ochiq. 6-bozor 1-kun dam olish degan kun gap yo'q. Kunda ochiqmiz. Kelaverasiz, xudo xolasa. Ko'nglingiz yoqqan mahsulotlar bilan sizni xursand etib beramiz. Endi pastga tushib kommentariy shog'ini aniqlaymiz. Hammaga rahmat. O'tgan videoda xudo xolasa men o'zim videoga chiqolmadim. Safar davomida ukam videoga chiqqan ekan. Ukam kommentariy shog' qo'ygan ekan. Bir dana plysos, parovoy stikl utik, keyin blender qo'ygan ekan. 3 dana sovg'a qo'ygan ekan. Kanalımız a'zolari sog'misizlar, salomatmisizlar? Podarkalarni ko'rib turibsizlar. Bugungi videomiz bir dana plysos, bir dana parovoy utik, bir dana blender. Şu üçsini g'olibini xudo xolasa kommentariyada aniqlaymiz. Yaqinroq ko'rsin. Mana shu ukam chiqqan video. Shu videoga kommentariyaga giramiz. Mana. Hozir kommentariyasına girik. Boshda ko'rsatib ber. 11.000 dana kommentariya bo'lgan. Girdik yana 11.000 kommentariyaga. Endi xudo xolasa sizlarga g'oliblarni aniqlab beramiz. Do'stlar, bu videoga ham sovg'a qo'yganmiz. Qozon nabor, plysos, blender, keyin qozon nabor qo'yganmiz. 4 dana sovg'a qo'yganmiz. Buni YouTube olishning shartlari. Bu videoni 10 dana odamga tashlab qo'yasiz, like bosasiz, xohlaganingizcha kommentariy yozasiz. O'tishni sirini aytib o'taman. Nechalik ko'p kommentariy yozsangiz, shunchalik YouTube olish imkoniyati ko'p bo'ladi. Ko'rsin. Yana qaytadan, yana shu 11.000 dana yana girdik. Ketdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yubara beraman. Gelip belentda ya pastda qaysi yine şu to'xtab familiyasi ko'rinib qolgan odam utkan hisoblanadi. Ketdi 1, 2 yubardik. 3. Yine yakınlaştır. Lider omad deydi, giramiz. Muzaffer İshan ne deydi? İshanov. Birinchi plyosimizni g'olibini tabriklaymiz. Plysos birinchi o'rindagi eng katta sovg'amizni og'amiz utib oldi. Profilni screenshot etamiz. Profilingizni ko'rsatib aytib, mutlaqo tekina do'konga olib ketishingiz mumkin. Ikkinchisi endi parovoy utik. Tosh o'rindan boshlaylik. Mana ta utgan odam yonidan boshlaymiz. Endi bitta o'rtaroqini tushamiz kommentariyalarni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qaytarib o'taman, yana bir odam o'tsa, ikkinchi sovg'a yana shu odamga tushsa berilmaydi, boshqa odam aniqlanadi. Yuborib beraman shunda. 1, 2, 3. Ina. Qaranglar do'stlar, nechik bu shatib o'tib oldi desiz, 9000 kommentariy yozganda ina. Kirdi. Oydin oy. Ina tabriklaymiz, parovoy utikka o'tib oldingiz. Endi oxirida blenderada, menimcha. Blender. Shu blenderni g'olibini ham aniqlaymiz. Buni screenshot etib olamiz. Gen. Şu videonun kommentariyasına giramiz. Yine taşıdan başlayımız. Endi arka açamızdan keyin pastga yuboramiz. Pastda to'xtab qolgan odam g'olib hisoblanadi. Bitta pastga tushdik, chunki pastdan yozganlar bor. Bizda bilasizlar, bu kommentariya sovg'a haqqani bizlara to'g'risi chin ko'ngildan sizlarga qo'yilgan sovg'a bo'lgandan keyin bizlara kim o'tish qiziq emas. Shu utaman degan niyat etgan odam o'tsa bo'ldi bizlara. Yuboraman shu o'rinda. 1, 2 pastga qarab yuboraman-da shundan keyin. 3, 4, yine yuboramiz. 1, 5. Yine. Onalar jannati. Onalar jannati. Xudo xolasa blenderimizni utib oldi. Shu 3 dana profil egasini chin ko'ngildan tabriklaymiz. Sizlar ham shular o'xshagan g'olib bo'lishni istasangiz, shu videoga 90.000 kommentariy yozing. Keyingi videoda g'oliblarni aniqlaymiz. Hammaga rahmat.